Menga birinchi 6000 ta odamni mana sahifamga obuna bo'lishga majbur qilgan yagona video retsept. Turetskiy biskvit. Aniq o'lchovlarga asoslanib tayyorlasangiz, sizni biskvitingiz ideal darajada ishib, cho'kmasdan chiqadi. Tuxum, shakar, suv, avalex, kraxmal, un, razrexilitel va vanilin. Eshitgan mahsulotlaringiz muzdek holatda va ketma-ketlikda bir idishga solinadi. Mikserni eng baland tezligida mikserlanadi. 3, 5, 7 daqiqagacha. Bu sizni mikseringizga bog'liq. Xuddi videoda ko'rsatilgandek oppoq cho'ziluvchan krem sifat massa bo'ladi. Ko'proq tuxum oqi bizesini eslatadi. Tagiga falga o'ralgan biskvit qolipiga solib olamiz. Biskvit massasini chetlarini qolipga tekkizib ko'tarib chiqamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek. Qizigan duxovkaga 160-170 gradusga 40-45-50 daqiqagacha jo'natamiz. Bu duxovkaga bog'liq. Tayyor pishib chiqqan biskvitni kamida 3-4 soat yonboshlagan holatda sovitamiz, xona haroratida. Sovigan biskvitni o'zingiz istagan o'lchamda kesasiz, nachinka va krem surib, muzlatishga jo'natasiz. Keyingi videolarimizda kremlash va nachinka tayyorlash jarayonlarini ham ko'rsatib o'taman. Men konditor emasman, oddiy uy bekasiman. Sizlarga qo'limdan kelgancha yordam berdim. Ziyoram Cooking sizni pasandaga aylantiradi.